Jahon ichra oilaviy korxona rahbariman. Korxonamiz 2019-yilda tashkil topgan. 6 ta stanok bilan ish boshlaganmiz. 2019-yili. Hozirga kelib 20 ta stanoklar qildik. Endi ishchilarimiz soni 23 taga chiqdi. U paytda endi 4 kishi bilan ish boshlaganmiz. Oilaviy o'zimiz ish boshlaganmiz. 80%, 90% KB. Hozirda 1 yoshdan 4 yoshgacha, 4 yoshdan 8 yoshgacha paypoqlar ishlab chiqaramiz. O'zimiz ichki bozorga chiqaryapmiz. Qo'shni davlatlarga, Qirg'iziston, Tojikistonlarga eksport qilyapmiz. 23 ta ishchilarimiz bor. Hammasi faqat ayol qizlar. Temir daftarda turadigan ayol qizlar ish bilan band qilganmiz. Sanoat zonasida endi imkoniyatlar juda ham ko'p. Prezidentimizga rahmat, ayol tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Faoliyatimni kengaytirmoqchiman. Yana 20 ta stanok qo'shmoqchimiz. Ishchilar sonini yana 2 baravarga, 3 baravarga kengga ko'paytirmoqchimiz. Men Ahmedova Malohatxon Oltiariq tumanidan kelib ishlayman. İşimiz o'zimizga yoqadi, jamoamiz yaxshi, korxonamiz ishchilari har qayerdan kelib ishlaymiz. Bir oiladek bo'lib ketganmiz. Oylik maoshlarimiz yaxshi. Kunda bir mahal issiq ovqat bilan ta'minlanamiz. Yo'l kiralarimiz beriladi, oyliklarimiz vaqtida. To'y-po'ylar, bir marosimlar bo'lsa, kollektiv bilan birga borib kelamiz. İşimizdan o'zimiz qoniqamiz, o'zimizga mos ishimiz. Betdan olgan oyliklarimizni shu oilamizga, farzandlarga ishlatamiz.